Assalamu alaykum arkadaşlar. Hazır biz sarf dersimizin 8. dersini okuyumuz. Biz ilgirki saatlik dersimizde sahih fiillarni, yani salim fiil, mahmuz fiil ve mudaaf fiillarni türleşini öğrendik. Onundan keyin biz mu'tal fiilning ichidan misolni türleşini öğrendik. Endi biz bugün mu'tal fiillarning ichidan ajvab fiil, yani o'ttirisi kesel harf kelgan fiilni qanday türleymiz, bunu öğrenimiz. Unda olsa biz dersimizni başlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. İsnadul fi'lul mu'tallul vasat. O'ttiri kesel fiilni, yani ajvabni damirlarga yulash, yani uni turlash. O'ttiri kesel kelgan fiillar qaysi deganda, masalan, qala deganga o'xshagan. Buning asosiy nima? Qavala, yani o'ttirda vod iborat kesel harf kelgan. Ba'a asosiy nima? Baya'a, yadin iborat kesel harf buning o'ttirda kelgan. Mana bu ajvab fiillar. Endi biz bugun mushu fiillarni turlashtiramiz. Men tuanda buningga qalani berdim. Mushu qalani turlaganga o'xshash ajvab fiillarni turlaymiz. Masalan, qala, qala, qalu. Qala dedi bir er kishi, uchinchi shaxs birlik. Qala dedi ikki er kishi. Qalu dedi ular. Qalat dedi bir ayol. Qalata dedi ikki ayol. Qulna dedi ko'p ayollar. Qulta dediniz siz, ikkinchi shaxs erlik birlik. Qultuma dediniz sizlar, ikkinglar. Qultum dediniz sizlar. Qulti dediniz siz, qultuma dediniz sizlar, ikkinglar. Qultunna dediniz sizlar, ko'p ayollar. Endi buning birinchi shaxs mutakallimi qultu dedim men, qulna dedik biz. Yani ajvab fiilni mushu xil o'lchamga hisob turlaymiz. Masalan, ba'a desa, qala deganga o'xshash ba'a. Qala deganga o'xshash ba'a. Qalu deganga o'xshash ba'u. Yani mushu o'lchamga hisob turlaymiz. Endi buningda biz sahih fiilni turlashtirib o'rgandik. Qanday farq va qanday o'zgarish bo'ldi deganda, buningda qarab boqadigan bo'lsak, qulna, qulta, bu ikkisi qarab boqili. Masalan, qulna ayollikning nuni qo'shilgani g'oib, yoki qultunna qarasak ham bo'ladi. Demak, ikkilisida ayollikning nuni qanday qilgani qo'shilgani. Buningda nima tushib ketdi deganda, buningda kesel harfcho tushib ketdi. O'tturdagi kesel qanday qilib tushib ketdi? Qulna, ya'ni buning asli qavala. Yani qulna, qaf, lam, bash oxiridagi o'tturdagi vodni iborat. Keyin alif ko'zgargan vodni iborat bir nimbatda kesel harf batdi. Buningda buning o'rin turgan alifmi yo'q? Buning ya'ni kesel harfi qanday qildi tushib ketdi. Qulna bo'ldi. Endi demak, buningdagi o'zgarish nima deganda, yig'ib aytgan vaqtimizda buningdagi o'zgarish deydi: "Iza usnida al-fi'lu thulathi al-mu'tal al-ayn." Ayni kesel kelgan 3 harflik fiil, yani ajvab fiil. Iza usnida, yani damirga uylansa deganga turlansa deb tushunsanlar bo'ldi. Turlansa bil alif. Deydi, ayni alif bilan kesel olgan 3 harflik fiil. Yani aslisi nim bo'lsin, lekin ko'rinishda nim bilan alif bilan kesel olgan 3 harflik fiil damirlarga uylansa, hazafta alifahu. Uning alifini qanday qilasiz? Tashlaysiz. Har qanday vaqtdimi? Yo'q. Ma'ta ta bilan va na bilan va nunun nisva va nunun nisva bilan. Ya'ni ta bilan fa'illikni bildiradigan ta bilan. Masalan, qulta, qultuma, qultumdagi mushu fa'illikning ta'sining damirisidan ulashgan vaqtda uning alifini tashlaymiz. Aslisi vo bo'lgan alifni qanday qilamiz? Tashlaymiz. Bu bo'ldi qulta. Va na bilan tashlaymiz. Qultuni tashladik, endi qulna desak, buni da alifni qanday qilyaptik? Tashlayaptik. Qolgan ahvolda bo'lsa va nunun nisbini qanday qildik? Tashladik. Masalan, qulna, qultunna, buni da alif yo'q. Demak, fa'ilning ta'si bilan va na bilan, ya'ni mutakallim ko'plikning nasi bilan va ayollikning nuni bilan birikkan vaqtida, ulashgan vaqtida buni alif qanday qildi? Tushib ketdi deymiz. Qolganlarida o'zgarish bo'lmaydi. Va lam yatra alayhi taghyirun ma'a baqiyati ad-damir. Boshqa damirlar bilan qo'shilgan vaqtida o'zgarish bo'lmaydi. Ya'ni uning alifi qanday qilmaydi? Tushib ketmaydi. Masalan, qalat desak alif ba, qalata alif ba, shunga o'xshagan. Ya'ni ajvab fiil
ta damirga, ya'ni fa'ilning ta damirisiga va na damirga, fa'ilning na damirisiga va nunun nisva, ayollik ko'plikning nunuga qo'shilgan vaqtida uninki alif qana qildi, tushib ketadi. Ya'ni o'tirda alif bilan asli va bo'lsin, meliya bo'lsin, alif bilan ko'rinishda, shaklda alif bilan kelgan ajvab fe'lninki uning alifi ana vaqtda fa'ilning ta'siga va naga va nunun nisvaga qo'shilgan vaqtida uning alifi tushib ketadi. Qolganlarda o'zgarish bo'lmaydi. Endi uning alifining tushib ketadiganligini bildik. Boshqa o'zgarish bo'lamdi deganda, buning alifining tushib ketishi bilan birga uning birinchi harfini nima qiladi? Pash qiladi. Qanday vaqtda agar u alifning aslisi vo bo'lib qolsa, fa'ning barobarlik harfini nima qiladi? Pash qiladi. Masalan, qala degan fe'lninki o'ttirda alif keldi. Buning aslisi nima? Vo. Endi bu o'ttirda alif bilan shaklda ko'rinishda alif bilan kelgan fe'lni biz taga, naga, nunun nisva qo'shgan vaqtda uning alifi tushib ketadi dedik. Endi bu tushib ketgan vaqtida buning fa'ning barobarligi birinchi harfi, ya'ni qaf, agar u alifning aslisi pash vo bo'lib qolsa, pash o'qiladi. Agar u biz tashlayotgan alifning aslisi ya bo'lib qolsa, zir o'qiladi. Masalan, qulta, qafni o'qidik, pash o'qidik. Asli qala, zir shundaqo. Bu yerda nima o'qidik? Pash o'qidik. Nima uchun? Biz bu yerda tashlayotgan alifning aslisi vo bo'lganligi uchun. Agar bu yerda tashlayotgan alifning aslisi ya bo'lib qolsa, zir o'qiladi. Masalan, ba'a desak, ba'a degandagi alifning aslisi nima? Ya. Endi biz buni fa'ilning ta'si bilan yoki na bilan yoki nunun nisva bilan qo'shgan vaqtimizda buning alifi tushib ketadi dedik. Alifi tushib ketish bilan birga uning birinchi harfi, ya'ni fa'ning barobarligi harfi zir o'qiladi deymiz. Chunki bu biz tashlayotgan alifning aslisi nima? Ya bo'lganligi uchun. Shuning uchun bi'tu zir. Bi'na, bi'na. Demak, nunun nisvadimi qanday qilamiz? Zir o'qiymiz. Deydi: "Iza hudifa harful illa min wasatil fi'l al-ajwaf." Agar ajvab fe'lining o'ttiridan harfi illat tashlansa, uning avvali birinchisi pash o'qildi. İza kana aslul mahzuf vav. Agar tashlanganning, ya'ni tashlangan so'zning aslin bo'lsa, vav bo'lsa. Ya'ni biz tashlayotgan alifning aslisi vav bo'lib qolsa, uningki avvalini, ya'ni birinchi harfini nima qilamiz? Pash qilamiz. Masalan, qultu deganga o'xshagan. Jadvalda ko'rdingmi? Va yuksaru awwaluhu, amz va zir qilinadi uning tunji harfi agar tashlangan alifninki aslul mahzuf degani tashlanganning asli. Qaysi tashlangani? Alif. Shu tashlangan alifning aslisi nima bo'lsa, ya bo'lsa, zir qilinadi. Deymiz bi'tu, bi'na, bi'tum. Shunga o'xshagan. Endi sizlar buni tushungan bo'lsanglar, mushu bo'yicha ba'a degan fe'lni qanday qilsizlar? Siyg'laysizlar. Bu sizlarga topshiriq. Endi bu ajvab fe'lining mudorisi qanday shaklda siyg'lanadi deganda, ajvab fe'lningki mudorisi qala yaqulu. Shunday o yaqulu. Yaquluni siyg'laymiz. Yaqulu, yaqulani, yaquluna. Taqulu, taqulani, yaqulna. Taqulu, taqulani, taquluna. Taqulina, taqulani, taqulna. Aqulu, naqulu. Endi mushul xil shaklda ajvab fe'lining mudorisini siyg'laymiz. Buningda qanday eskartish bor deganda, qarab baqadigan bo'lsak, yaqulna, taqulna degan bu ayollikning nuni qo'shilgan siyg'isiga qarab baqaylar. Yaqulna g'oibniki, taqulna muxatabniki. Ayollikning nunun niso qo'shilgan shakl qarab baqsak, bu yerdan asli harflardan birisi bo'lgan bir harf qanday qilib tushib ketdi. U qaysi? Buningki vose qanday qilib tushib ketibdi. Bu nima mazidagi aslisi nima? Alif. Buni alif deb atasak bo'ladi. Demak, bu yerdagi asli bo'lgan bir vo qanday qilib tushib ketdi. Demak, buningda diqqat qilganimiz nunun niso qo'shilgan vaqtida buning alifi yoki vose qanday qildi ekan tushib ketdi ekan. Masalan, taqulani bu yerda voba, taquluna voba, ammo taqulna, yaqulna buningda vocho yo'q. Demak, nunun niso qo'shilgan vaqtda buni vos qanday qildi ekan tushib ketdi ekan. Endi fe'l amricho desa, fe'l amri biz buni qanday ilishni o'rganib bo'ldik? Qul, qula, qulu, quli, qula, qulna. Bu shaklda siyg'lanadi. Buni nima qarab baqilgan bo'lsak, qul, qula, qulu, quli, qula, qulna. Buni nima amrdimi? Ayollikning nuni. Qulna degandagi nunun nusa qo'shilgan vaqtda buningki vo qanday tushib ketibdi. Demak,
Bu əcvəbni siğilğan vaxtımızda mudari və əmrdə nunun nisbə qoşulsa bunun vosi, yəni mazidikini ifadə qılmaqçı olsaq, əlifi qana qılınır, taşlanır deyiriz. Deydi o hazafta alifahu taşladınsan onun əlifini nunun nisbə bilən. Yəni nunun nisbə bilən bildiği vaxtda bu əcvəb bilinin mudari'də onun əlifini, yəni vosunu deməkcə, vosunu qana qıldınız, taşladınız. وَلَمْ يَطْرَ عَلَيْهِ تَغْيِيرٌ مَعَ بَقِيَّةِ الضَّمَائِرِ. Onunla başqa damirlər ilə boğa vaxtda onun özgürüşçü olmadı. Demək, bayatın düşündüyündək nunun nisbə qoşulğan vaxtda onunki əlifi. Əlifi demək çoğunu taqulu desək bu onun bərabərdə qaysı əlifbatda mazidə əlif. Demək mazini itibarə gətirib bir ifadə edir. Yəni əlifi demək çoğunun məqsəd bu məqsəd. Nunun nisbə qoşulğan vaxtda onunki əlifi taşlanır, başqa vaxtda onda heç qanday özgürüş olmaydı. Muşu bu heç qanday qılımız siğilaymiz. Bu qılıb. Bunu sizlər yadlayısınızlar. Bunu sizlər yadlab bolğandan keyin tövəndəki yabi'u degan fe'lni chu muşunun asasən siğilaysınlar. Bu sizlərə tapşırıq. Onundan keyin qul öyrəndik və qulda tezib qapdı, amma sən nə türləysizlər? Yabi'udan çıxan fe'l əmrini chu türləysizlər. Bu sizlərə tapşırıq. Mana bu əcvəb fe'lininki mazi, muzari və əmr türünüş şəkli. Əmdi biz qaynağa gəldik, misalını görüb bolduq, əcvəbni görüb bolduq, kesel fe'llardan. Əmdi naqs gəldik. Naqs degan nimetdi? Axırda kesel hərf kəgini. Deydi isnadul fi'l mu'tal al-akhar an-naqis ila ad-damair. Axırısı kesel kəgən fe'lni, yəni naqisni damirlarga qana qilish yulash. Damirlarga yulab, uni ikilik, köplük, ayollik, birlik şəkildə qana qilimiz ifadelaymiz. Madini ise mesela da'a, rama, irtada. Hemesini mümaninki naqis bil. Mesela da'ani ba'du qağani muşu buyunca qana qılsızlar, siğilaysızlar. Da'a, erlik, birlik, üçüncü şəxs. Da'ava, erlik, ikilik, üçüncü şəxs. Da'av, erlik, köplük, üçüncü şəxs. Da'at, ayollik, birlik, yani çaqadi. Da'ata, çaqadi iki ayol. Da'avna, çaqadi köp ayollar. Da'avta, çaqadınız siz. Da'avtuma, çaqadınızlar işkinlar. Da'avtum, çaqadınızlar köp erler. Da'avti, çaqadınız siz. Da'avtuma, çaqadınızlar işkinlar. Da'avtunna, çaqadınızlar köp ayollar. Da'avtu, çaqadım mən. Da'avna, çaqaduq biz. Buna muşu günce siğilaysızlar. Endi bunun qanday əskertmələr var? Bunun qanday özgürlüklər var degəndə qarab baxadigan bolsaq, da'a, da'ava, da'av, da'at, da'ata, da'avna, da'avta. Endi da'a degan bu fe'lin asası nima? Da'ava. Elifin asası nima? Va. Endi qarab baxadigan bolsaq, bu elifning asası bo'lgan vo ba'zi o'rinda qanday qilib qaytib ketdi. Masalan, muxotab qilsak da'avta, da'avta. Bu yerdagi elif asasiga qanday qilib qaytibdi. Da'avtuma bundan qaytibdi, da'avti bundan qaytibdi va mutakallimdan qaytibdi. Da'avtu, da'avna. Demak, buningda qaytilgan o'rinlar bor ekan. Asasiga. Qaysi o'rinda? Birinchisi إذا أسند الفعل الماضي الناقص إلى الضمائر التي تلحق به غير واو الجماعة. Endi vovul jamoaning vovul jamoadan boshqa damirga fi'l modi naqis uylangan vaqtida. Ya'ni fi'l modi naqisni vovul jamoadan boshqasi qana qilsak, uylansa, ya'ni yurisak, fa inna alifuhu taruddu ila asliha. Jazman uning alifi asliga qana qiladi? Qaytidi. Masalan, da'ava tiklikdim qana qildi? Qaytdi. Vo'g'aydi. Masalan, fi da'awtu deganga o'xshagan. Endi u aslisi ma'da vo bo'lganligi uchun vo qaytdi. Agar aslisi ya bo'lib qolsa, ya qaytdi. Aw ila asliha ya yoki uning aslisi bo'lgan ya qaytdi. Masalan, sa'a degan fe'lda sa'aytu, sa'ayta, sa'ayna deganga o'xshagan. Kama fi sa'aytu o'xshash, idza kanat thulathiya 3 harflik bo'lsa. Endi 4 harflik bo'lsa, 4 harflik yoki 5 harflik bo'lib qolsa, ya'ni 3 harflikdan ortiqlan bo'lib qolsa, mutlaq holatini nima qaytadi? Ya qaytadi. Har qanday. Masalan, deymiz: "Va tuqlabu ya'an idza kanat rabi'a faktar." Agar 4 yoki undan ko'proq bo'lib qolsa, yaga o'zgartiriladi. Masalan, a'ta degan fe'lda nutu
degan damma qo'shilgan vaqtda a'taytu, irtadaytu, istawallaytu deganga o'xshagan. Bu bir qoida. Demak, naqis fe'lni biz damirga yurgan vaqtida faqat vovul jamoa va oyonliqning ta'si din boshqa mush ikkisida unda qaytmaydi. Qolganlarida va ikkilik shakldimi ninki g'oibniki mushunda qaytmaydi. Qolganlarda bu alif asligacha qaytadi deymiz. Hem ikincisi iza usnida al-fi'lul madi an-naqis. Endi biz vav bu fi'lin naqis vovul jamoada bunun alifi asli qaytmaydi dedik. Endi vovul jamoat nima bo'ladi unda o'zi qaytmasa deganda onun alifi tashlanadi. Tashlanib vovul jamoada va o'yinliqning ta'sisi qo'shilgan vaqtida ta'ut ta'nis as-sakina sakinlik ayliqning ta'sisi qo'shilgan vaqtida va vovul jamoada uninki alifi tashlanib ta'ut ta'nis bevosita qo'shiladi va vovul jamoachi bevosita qo'shiladi. Deydi إذا أسند الفعل الماضي الناقص إلى واو الجماعة. أمدي فعل ماضي ناقص واو الجماعة يلنسى حذفت الألف ألف تشلند وفتحت ما قبل الواو. وود الجر كنا سقنا قلد زوار قلد. دعوا أصله بو أصله كم نم قلد تاش قلد. أمدي بهذا bunun ألف تشلنغلق için vovul jamoa keldi, uning ilgirkisi zuvar qildi. Da'u deganga o'xshagan. Sa'u, irtadaw, istawallaw, alqaw hammasi shunda. Demak, fi'lin naqis mazida vovul jamoa qo'shilgan vaqtida mayli u vovul jamoa nim bo'lsin, muxatab bo'lsin, mayli g'oib bo'lsin, uningki voz qanday qilinadi? Alifi qanday qilinadi? Tashlanadi. Masalan, da'u, da'awtum, da'awtunna deganga o'xshagan. Da'awna shunga o'xshagan. إذا أسند üçüncüsü إذا أسند الفعل الماضي المعتل الآخر بالواو. Endi agar oxirisi vav bilan kesal bo'lgan fi'l madi. Ya'ni fi'l naqis degan nima? Oxirisida kesalar kelgan. Endi bu oxirisi kelgan kesalar vav bo'lsa, masalan ranuva deganga o'xshagan. Ranuva degan yoki ya bo'lsa xashiya deganga o'xshagan. Mushunda fe'llar damirga uylansa, endi bu damir vovul jamoadan boshqa. Vovul jamoadan boshqa damirga uylangan vaqtida uning hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Ya'ni uning hech qanday narsa tashlanmaydi. Masalan xashiya, xashiya, xashiyav. Bu vovul jamoada boshqa so'zlaymiz. Xashayta, xashaytuma. Demak, bunda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Endi bu vov oxirisida vov kelgan, ranuva xashiya yoki kelgan, xashiya deganga o'xshagan. Bunda fe'llarda vovul jamoa qo'shilishi qanday bo'ldi deganda إذا اتصل الفعل الماضي المعتل الآخر بالواو أو بالياء بواو الجماعة. أجر فعل ماضي آخر كسلرب كيان واو لن ياك يا ولن آخر كسلرب كيان فعل ماضي واو الجماعة أولسا واو ياك يا قند قندو تاشنندو وأنو الجر كناس شو يعني واو الجماعة الجر كناس كشغلدو. مثلا خشية رنوا دين biz ranu deymiz. Xashiyadi cho xashu deymiz. Mesela xashiya, xashiya, xashu. Xashiyat, xashiyata, xashayna. Xashayta, xashaytuma, xashaytum. Xashayti, xashaytuma, xashaytunna. Xashayna, xashaytu, xashayna deganga o'xshagan. Mana bu naqis fe'lninki qoidalari. Endi bu yerda bir qoida bor. İza ittasala ta'ut ta'nis. Agar ta'ut ta'nis naqis fe'lga qanday qilsa, ulasa harf fe'l qanday qilinadi? Tashlanadi. Kama huwa al-hal ma vovul jamoa. Vovul jamoadagiga ahvoli o'xshash. Biz buni bayon qildik. Vovul jamoadimi naqis fe'lga vovul jamoa qo'shilgan vaqtda uningki kesal harf qanday qilinadi? Alif tashlanadi. Ondagi vovul jamoa keladi. Bo'ldi da'u bo'ladi. Ta'ut ta'nis qo'shilgan vaqtda shunga o'xshash bo'ladi. Ya'ni uningki kesal harf tashlanib ta'ut ta'nis qo'shiladi, uni bo'ldi da'at bo'ladi. U aslidagi alif alifning asli nima edi? Alifning aslisi u qanday qilinadi? Tashlanadi. Da'at bo'ladi. Da'at, ramat, irtadat, istawallat deganga o'xshagan. Hamma naqs fe'llarda mushu bo'yicha bo'ladi. Qani sizlar buni tushungan bo'lsanglar,
Döndeki rama degan fe'lni siyg'alaysizlar. Bu sizlarga topshiriq. Endi biz naqis fe'llarning mozini turlashlarini tushunib chiqdik. Endi buningki muzorisi qanday turinadi deganda va amrisi qanday turinadi deganda isnadul mudari val amr. Mudari va amrni isnadga yulash, ya'ni buni siyg'alash. Yad'u uchinchi shaxs aylik birlik. Yad'uani yad'una tad'uani yad'una tad'uani tad'una tad'ina tad'uani tad'una ad'u nad'u. Mana bu birinchi siyg'alaymiz. Qarab baqadigan bo'lsak, buningda qanday o'zgarishlar bo'ldi deganda yad'uani yad'una demak buningga vovul jamoa qo'shilgan vaqtida nima bo'pti? Buningdagi yad'udagi vo qanday qilinibdi? Tashlanibdi. Demak harf illat vovul jamoa bilan qo'shilgan vaqt qanday qilib tashlanibdi? Yad'una degan ayollik uchinchi shaxs ayollik ko'pmi? Shunda bo'pti. Endi ikkinchi shaxs erlik ko'pmi? Shunda bo'pti. Ammo ikkinchi shaxs ayollik birlikka qarab baqsaq, tad'ina buningda qanday bo'pti desak, buningdami o'xshashlar tashlanibdi, ammo buningda bu muxotabaning yasidan ilgirki harf nima qilibdi? Zira qilibdi. Tad'ina mushkil o'zgarishlar bo'pti. Endi qoidasini o'qisak, إذا أسند الفعل الناقص الواوي أو اليائي oxirida kesalarib kelgan bu kesalarib vo yoki ya bo'lgan, ya'ni naqisul vavi yoki ya'i bo'lgan fe'l vovul jamoaga yoki muxotabaning ikkinchi shaxs ayollik birlikning yasiga yulangan vaqtida harf illat tashlanadi va dumma ma qabla al-vav vodni ilgirki narsa pashu qiladi va yadni ilgirki narsa zira qiladi. Masalan, yad'una demak bu yerdagi ayndan keyingi voni tashlab o'tib vovul jamoani akeldik va bu vovul jamoada ilgirki ayni muqildi pashu qildi. Ikkinchi shaxs ayollik birlikda bu muxotabaning yasidan ilgirki harfcha zira qildi. Nima bo'ldi? Tad'ina bo'ldi. Tajrina deganga o'xshagan. İlla iza kanat aynun naqis maftuha. Lekin naqisning ayni nima bo'lsa, naqisning ayni zo'r bo'lib qolsa, muzari'da. Endi da'a yad'u desak, yad'u ayning barabaridagi harfi nima qilib pashu qilib. Endi bu pashu qilibdi. Agar mush zo'r qilib qolsa, agar ayning barabaridagi harfi zo'r qilgan fe'l bo'lib qolsa, muzari'da o'z holatiga zo'r holatda javob qiladi. Ya'ni uni pash qilmaymiz. Masalan, yas'auna, ya'ni vovul jamoa qo'shilgan vaqtida vovul jamoa ilgirki harfni pashcho qilmaymiz. Yas'auna. Hatto muxotaba ayollik birlikdami, ikkinchi shaxsdami o yadin ilgirki harfni zir qilmaymiz, o'z bit qilib qo'yamiz. Masalan, yas'auna tas'ayna deganga o'xshagan. Endi qarab baqadigan bo'lsak, muxotab ikkilik, g'oib ikkilik shaklga qarab baqsak nima? Yad'uani, tad'uani. Bu yerdagi yad'u degandagi vo'chi o'z bit qilib qopdi. Ya'ni bu yerdagi da'a degandagi alifdan keyin asli mitdi vo. Demak, asli holatida cho'q kelibdi. Ya'ni asliga qaytibdi deb tushunsanlar bo'ladi. Tad'una undan boshqa yad'una, ya'ni nunun niso qo'shilgan vaqtida bu vo'chi o'z biti kelibdi. Hamda bu amirdim shunda bo'libdi. Masalan, amirning siyg'ilanish usuli ud'uwa. Demak, vodning alifning ikkilikning alifi bu vo'chi asli holatida kelibdi. Ud'uwa bu ikkilikdim shunda ud'una. Demak, amirning ko'pligi. Bu ayollikning nuni qo'shilgan vaqtida bu vo'chi asli holatida kelibdi. Demak, qoida shuki وإذا أسند الفعل الناقص في المضارع أو في الأمر إلى ألف الاثنين أو نون النسوة ترد الألف إلى أصلها. أجر ناقص فعل ماضي ياكي أمر دا ikkilikning alifiga yoki nunun nisvaga yulansa, uning alifi asliga qaytadi degan gap. Asli holat bo'yicha keladi. Da'a degan fe'ldagi oxirdagi alifning aslisi nimada? Vo, da'ava. Bu vo bo'yicha keladi. Qachon? Ikkilikda va ayollikning qo'shilgan vaqtida. Qaysi shaklda? Mudari'da va amirda. Masalan, tad'uwani. Demak, bu yerdagi vo aslisi nima? Fe'l modida alif. Bu aslisi bo'yicha vo deb keldi.
mazidagi holati ko'rinishi nima? Alif. Buning aslisi nima? Vo. Demak, aslisi bo'yicha vo bilan keldi deydi. Masalan, yas'ayani va yas'ayna. Demak, bu sa'aning oxirisi nima? Sa'a degan fe'lning oxiridagi alifning aslisi nima? Ya. Bu yaning aslisi bo'yicha ikkilikda aslisi bo'yicha keldi. Yas'ayani va yas'ayna ayollarning o'qishilgan vaqtida ya bilan keldi. Yad'uwani hamda yad'uwan da vo bilan keldi. Chunki da'a degan alifning aslisi vo bog'liq. Demak, aslisi ya bo'lsa ya bo'yicha, aslisi vo bo'lsa vo bo'yicha asliga qaytadi demakchi. Demak, yig'ib aytsak, naqis fe'l mudori va amrda ikkilikning alifiga ayollarning nuni qo'yilgan vaqtida uning alifi aslisi bo'yicha keladi. Aslisi ya bo'lsa ya, vo bo'lsa vo bilan keladi deydi. Endi sizlar buni tushungan bo'lsanglar, yarmi degan fe'lni munosib damirga yo'laysizlar. Bu sizlarga topshiriq. Bosh o'ringa yozsizlar. Ikkinchisi fe'l amrini irmi degan fe'ldan chiqarsizlar. Endi biz mu'tal fe'llarning misolni turlashini bo'ldik. Ajafni turlashini bo'ldik. Naqsni turlashini bo'ldik. Endi biz lafif keldik. Lafif necha qismda? 2 qism. Lafif mafruq, lafif maqrun deb. Unda o'z lafif mafruq degan nima deganda, lafif mafruq deganimiz 3 harflik fe'l desak, uning 5ida va oxirida qanday qilgan kesal harf kelgan. Ya'ni tarkibida 2 dona kesal harf bor, bu 2 dona kesal harf bir yerda emas. Bunda o qasım bo'ldi, lafif mafruq bo'ladi. Buni qanday sig'laymiz deganda, bu lafif fe'l degan 5ida kesal harf kelish e'tibori bo'yicha nimaga o'xshaydi? Misol fe'l o'xshaydi. Oxirida kesal harf kelish e'tibori bo'yicha nimaga o'xshaydi? Naqis fe'l o'xshaydi. Shunga buning bir jihatdan naqis bo'yicha, yana bir jihatdan-chi misol bo'yicha muomala qilamiz. Masalan, buni qarasak, vaqa, vaqaya, vaqaw, vaqat, vaqata, vaqayna, waqayta, waqaytuma, waqaytum, waqayti, waqaytuma, waqaytunna, waqaytu, waqayna. Qarab baqadigan bo'lsak, vaqa, vaqaya. İkilikning alifi qo'shiluvida nima qaytib keldi? Bu yerdagi kesal harfning aslisi qaytib keldi. Aslisi. Demak, naqis fe'lda ikilikning alifi qo'shilgan vaqtda qanday qiladi? Asli qaytib keladi. Vaqaya qaytib keldi. Waqaw, vovul jamoa qo'shilgan vaqtida qanday qiladi? Naqis fe'lda bu kesalat tashlanadi. Bundan keyin vovul jamoa qo'shiladi. Buni nima? Waqaya degandagi yana qanday qildik? Tashlab o'tib vovul jamoani qo'shdik. Bundan keyin biz u vovul jamoani ilgari harfni nima qildik? Zivar qildik. Vaqaw bu zivar qildik. An ayollikning sokinlikning ta'sir qo'shilgan vaqtda qanday qildik? Vaqat. Vaqat. Demak, kesalarni tashlab undan keyin qo'shatdik. Vaqata, vaqayna nunun nisba qo'shilgan vaqtidami? Bu naqsda kesalar asliga qaytib aslisi bo'yicha keladi. Nima bo'ldi? Vaqayna. Demak, biz naqs degan qoida bo'yicha, oxir e'tibori bo'yicha. Endi vaqayta bu ta'dimi qanday qildi? Ya'ni ta fa'il qo'shilgan vaqtidami? Bu qaytib keldi. Vaqayta, vaqaytuma, vaqaytum, vaqayti, vaqaytuma, vaqaytunna, vaqaytu, vaqayna. Biz dal naqisninki mozi va muzori qoidasi o'rgangan bo'yicha. Endi deydi, al-fi'lul lafiful mafruq fil madi. Lafif mafruq mazida muomala qilinadi. Naqisning mazidagi holati bo'yicha muomala qiladi. Naqisqa mazida qanday muomala qilgan bo'lsak, shu bo'yicha muomala qiladi. Buning shu qoidasi bo'yicha. Hozir men tushuntirib o'tgandek. Bi'tibari lamihi, uning lamini e'tiboriga olib turib. Chunki naqs degani nima? Oxirgi harf kelgani. Lafif mafruq mucho oxirgi harf. Ammo 5 dan bor. Biz oxir e'tiboriga olib tursak, bu nimaga o'xshaydi? Naqs bilan o'xshaydi. Shuning uchun mazi holatida biz xuddi naqs muomala qilgandek muomala qilamiz. Fahiya taruddu ila asliha. An u asliga qanday qildi? Qaytidi. Asliha ya inda isnadul fi'l litta va na va aliful ithnayn va nun nisba. Ya'ni u asliga qaytidi yaga, fe'lni taga, naga, alifga, ikkilikning alifiga, nun nisbaga yo'lagan vaqtimizda, qo'shgan vaqtimizda. Men baytlab o'tgandek vaqaya ikkilikning alifi qo'shiladi, oxirdagi vaqa degandagi alifning aslisi bo'lgan ya qaytib keldi. Vaqaya deb. Mushu bo'yicha. Demak, biz buni naqs so'zlab bo'ldik, shunga takrorlaymiz. Demak, yig'ib aytgan vaqtimizda lafif mafruqqa fi'l madida naqs qanday muomala qilgan bo'lsak, shu bo'yicha muomala qilamiz. Buni tushungan bo'lsanglar, va'a degan bu lafif mafruqni sig'laysizlar.
Bu sizlarga topshiriq. Endi bunun fi'li mudorisi qanday sig'iladi deganda, fi'li mudorining siyg'isi qaranglar. Vaqa fi'li mudori nima ekan? Yaqi. Yaqi. Vaqa yaqi. Bu ya degan mudoriyat harfi. Bu mudoriyat harfining qo'shilishidan buning birinchi bo'lgan vaqa degan vo qanday qildi? Yo'q, tushib ketdi. Demak, bu jihatdan bu nimaga o'xshab qoldi? Misolga o'xshab qoldi. Misaldimi, vajada desak, mudoriyat harfi bo'lgan yana kirsak, yajidu. Buningdagi vo qanday qildi? Yo'qolib ketdi. Demak, bu jihatdan bu nimaga o'xshab qoldi? Misolga o'xshab ketdi. Demak, buning qoidasi dal biz misolda so'z degan qoida shu. Masalan, qarab qaraydigan bo'lsak, yaqi, yaqiyani, yaquna, taqi, taqiyani, yaqina, taqi, taqiyani, taquna, taqina, taqiyani, taqina, aqi, naqi. Amirdichu qi, qiya, hu, qi, qiya, qina. Mushu bo'yicha. Endi biz yig'ib aytsak, fa itibari bo'yicha, ya'ni birinchi harf itibari bo'yicha vaqa, birinchi harf nima? Vo. Mushu bo'yicha biz xuddi bu mudori va amirda xuddi misolga muomala qilgandekcha muomala qilamiz. Masalan deydi birinchi qoida: al-fi'lul lafif al-mudari'ul mafruq. Endi mafruq bo'lgan mudori fe'l domirlarga uylangan vaqtida min haythul fa degani fa jihatining birinchi harfi jihatdan misolning muomalasi bilan muomala qilinadi. An u mudori va amirda tushib ketadi. Xuddi misol fe'ldimi mudori'da uning fa ya'ni birinchi harfi tushib ketganga o'xshash bu lafif mafruq fe'lning mudorisidimi birinchi harfi tushib ketadi. Wajada yajidu. Vaqa yaqi. Demak, ikkilisida vajada degan vo degan tunji harf tushib ketdi fe'l mudori'da. Vaqadimi yaqi deb ya mudori harfining kirishi bilan vo qanday qildi tushib ketdi. Endi buning lami oxirgi harfida yana bir kasal harf bor. Bu jihatdan bu nimaga o'xshaydi dedik? Naqisqa. Bu fe'l mudori'da yana bu qoida ma'noda. Masalan, qarab baqadigan bo'lsak, taqiyani, taquna, taquna, yaquna. Buning qarab baqadigan bo'lsak, taqina. Endi uningki lami. Taqina degan bu muxotaba ikkinchi shaxs birga qarasang, taqina. Qopdan keyingi ya bu muxotabaning yasi bu. Bu fe'lning yasi emas. Qani bu fe'lning yasi? Bu fe'lning yasi muxotaba ulashqa vaqt qanday qildi? Tushib ketdi. Yaquna g'oib, taquna muxotab erlik ko'p qarasanglar, yaquna, taquna. Yaquna deki vo'mi? Vovul jamoa. Qani buning oxirgi kasalari tushib ketdi. Mana bu jihatdan bu nimaga o'xshab qoldi? Naqs o'xshab qoldi. Shuning uchun deydi, ikkinchi qoida qaranglar. Va tuhzafu lamuhu idza usnida al-fi'l al-mudari aw al-amr ila waw al-jamaa aw ya al-mukhataba. Uning lami fi'l mudari'da yoki amrda waw al-jamaaga yaquna, taquna deganga o'xshagan. Waw al-jamaaga yoki mukhatabaning yasiga taqina deganga o'xshagan. Mukhatabaning yasiga yulangan vaqtida va tuhzafu lam. Uning lami qanday qilinadi? Tashlanadi. Shuning bilan birga ma'a dammi ma qabla al-vaqt. Vod ilgirki narsani qanday qilamiz? Tash qilamiz. Xuddi naqsga o'xshash. Va kasri ma qabla al-ya. Muxatab ikkinchi shaxs ayollik birlikning yasini ilgirki harfni zirq qilamiz. Taqina. Xuddi misolul vavi val ya'i o'xshash. Masalan, tad'ina. Tad'ina demo bu misol tad'ina da'a misali naqs vaviya tad'ina deb qada qildik aynning barabarini qada qildik aynning barabarlik harfini zir qildik. Buni taqina deb aynning qada qildik qopni aynning barabarlik qopni zir qilamiz. Vo qo'shilgan vaqtda taquna xuddi tad'una deganga o'xshash voning ilgari karta qada qildik pash qildik. Yana kama fil misal al vavida misal xato yozgan kama fil naqis al vavi val ya. Bu xato yozib qoldi. Shuning uchun yig'ib aytgan vaqtimizda lafif, mafruq, mudori va amrda birinchi harf e'tibori bo'yicha misolning muomalasi qilindi. Ya'ni mudori'da uning birinchi harfi tashlanadi. Lami, ya'ni oxirgi harf e'tibori bo'yicha naqsul vavi va naqsul vavining muomalasi qilinadi. Ya'ni nunun nisva va muxotabaning yasi qo'shilgan vaqtida uning oxirgi harfi tashlanadi.
vavul jamoada u vavul jamoaning ilgari karipi pesh qilinadi. Yaquna deganga o'xshagan yal muxotabada ilgari karipi zir qilinadi. Yaqina deganga o'xshagan. Xulosa al-lafiful mafruq lafif mafruq misal va naqsni muomilasi bo'yicha muomala qiladi. Mazida mutlaq naqsni misali bo'yicha mudori'da birinchi harf e'tibori bo'yicha misolninki oxirgi harf e'tibori bo'yicha naqsni muomalasi qilinadi. Ham sizlar buni tushungan bo'lsanglar, ko'nikma. Ya'i degan fe'lni qana qilsizlar, sig'laysizlar. Va ya'idni i amri chiqadi, shu bo'yicha sig'laysizlar. Endi biz lafiful mafruq degani bo'ldi. Endi lafiful maqrun cho desa, lafif maqrun degani u tarkibida ikki kesalar kelib bir yerda kelgan bo'lsa, buni bo'ladi lafiful maqrun bo'ladi. Masalan, tova desak, tova o bir kesal harf, ya bir kesal harf. İkisi bir yerda kelib qoldi. Asli ismi tavaya. Tava. Buni sig'lash usuli tava, tavaya, tavav, tavat, tavata, tavayna. Tavayta, tavaytuma, tavaytum, tavayti, tavaytuma, tavaytunna, tavaytu, tavayna. Buning nimaga o'xshab qoldi bu? Dal naqs o'xshab qoldi. Naqsni turgandek turildi. Masalan, da'a, da'awa, da'av, qarama, tawa, tavaya, tavav, da'at, da'ata, da'ayna, tavat, tavata, tavayna. Demak, buningda hech qanday o'zgarish yo'q. Xuddi naqsning mazisiga o'xshash turlaymiz. Deydi al-lafif al-fi'l al-lafif al-maqrun fil madi fayu'amil mu'amalat an-naqis fil madi kama fil jadwal. Jadvalda ko'rsatilgandek lafif al-maqrun mazida naqisninki mazidagi muomalasi qilinadi deydi. Buni tushungan bo'lsanglar, havo degan fe'lni turlaysizlar. Endi buni muzorisi deganda, endi buni muzorisi tava yatwi. Tava yatwi. Buningda o'xshashlar naqsil vavini muzorida qanday turilgan bo'lsa, shu bo'yicha turiladi. Masalan, yatwi yatwiyani, yatwuna, tatwi tatwiyani, yatwina, tatwi tatwiyani, tatwuna, tatwina, tatwiyani, tatwina, atwi, natwi. Fi'l amrisi itwi, itwiya, itwu, itwi, itwiya, itwina. مش بينش ترند. تيدو الفعل اللفيف المقرون في المضارع والأمر فيعامل معاملة الناقص الواوي في المضارع والأمر كما في الجدول. جدول ذكر الجندك لفيف المقرون مضارع والأمر ده ناقص الواوي معامل قلنا وخشش شو معاملة قلنا دو يعني biz ناقص الواوي ده سوزلab bo'ldik shu bo'yicha o'xshash turinadi deydi. Unda bo'lsa o'qitishlar, buni tushungan bo'lsanglar, oxirida yahvi degan fe'l sizlarga topshiriq berildi. Buni sizlar turlab qo'shib o'qiyasizlar. Unda bo'lsa o'qitishlar, bugungi darsimiz shu yergacha bo'lsin. Bugungi dars, ya'ni shu fe'lni turlash darsi sarf ilminiki bir jini hisoblanadi. Shuning uchun buni pishiq yodlashingiz kerak, qattiq yodib ketish kerak sizlarga. Har qanday fe'lni oldingizga kelsa, turlaydigan bo'lish kerak. Chunki fe'llarning hammasi o'zi yuqori so'zlagan yo solim bo'ladi, yo mahmuz bo'ladi, yo mudoab bo'ladi, yo misol bo'ladi, yo ajab bo'ladi, yo naqs bo'ladi, yo lafif mafruq bo'ladi, yoki lafif maqrun bo'ladi. Mushu bo'yicha turlaymiz. Unda bo'lsa o'qitishlar, kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.